Bismillahirrohmanirrohim. Mazhablar garchi bir imom nomi bilan nomlangan bo'lsa-da, bu shu mazhabni falon imom o'zi tashkil qilgan, o'zicha mustaqil fatvolar bergan degan ma'noni anglatmaydi. Balki 4 mazhab imomlaridan barchasi, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofi'i va Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhimlar barchalari sahoba va tobein roziyallohu anhumlardan meros qilib olgan ilmlarini barcha odamlar tushunadigan tarzda sodda qilib insonlarga yetkazishga harakat qilgan. Mazhablar shakllanishida mazhabboshi imomlarning qoidalari, manhajlari asosiy dastur bo'lgani uchun mazhablarga shu imomlarning nomlari berilgan xolos. Bugungi kundagi muammolardan biri imomlar o'zlari mazhab tashkil qilib olgan degan tushuncha va gumondir. Aslida voqelikda Imom Abu Hanifa o'z imomi Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ga ergashadi. Imom Malik esa Ibn Umar va Ibn Abbos roziyallohu anhumoga va Imom Shofi'i ham ana shu sahobalarga ergashadi. Sahobalar esa payg'ambarimiz alayhissalomning risolatlarini ummatga yetkazish uchun tanlab olingani hammaga ma'lum. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, 4 mazhab paydo bo'lgandan buyon barcha yetuk ulamolar bir mazhabni mahkam ushlagan va shu mazhabda bo'lgani ko'rinadi. Xususan Imom Bayhaqi, Imom Bag'aviy, Ibn Asokir, Ibn Hajar Asqaloniy, Imom Suyuti, Imom Bayzoviy, Imom Navaviy va barcha yetuk ulamolar aynan ma'lum bir mazhabni ushlagani va shu mazhabda bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Alloma Dehlaviy bir mazhabni ushlash lozim ekaniga butun ummat ijmo qilgan deb ta'kidlaydi. Buyuk muhaddis Ibn Saloh Imom Shofi'iyning davridan keyin mujtahidlik tugagan deb keltiradi. Imom G'azzoliydek ulamolar bir mazhabni ushlagan bo'lsa-yu, Imom G'azzoliyning so'zlarini tushunmaydiganlar ijtihod da'vosini qilishini qanday tushunish mumkin? Bir mazhabni lozim tutish boshqasini inkor qilmaydi. Bu manzilga eltadigan ko'rsatkichlari qo'yilgan, qayerda qanday yurish kerakligi bayon qilingan bir nechta yo'llardan birini ushlash demakdir. Bemazhablikni targ'ib qiladigan, mazhablarga tosh otadiganlar ham aslida ana shu g'oyani, shu yo'lni boshlab bergan o'zlarining ustozlariga ergashadi, ularga tobe bo'ladi. Ularning biror dasturi, manhaji, qoidasi yo'q. Bir nechta javobdan o'zlariga ma'qul kelganini, nafsiga yoqqanini tanlab ketaveradi. Natijada beamallikka, zalolatga, tafriqaga sabab bo'ladi. Islom esa birdamlikka, hamjihatlikka chaqiradi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam albatta Alloh ummatimni zalolat uzra jam qilmaydi, to'plamaydi. Allohning nusrati, yordami jamoat uzradir. Kim ajrasa do'zaxga ajraydi deb hadislaridan marhamat qiladi. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda. Buyuk alloma Imom Zahabiy ta'kidlaganidek, hozirgi kunda faqat 4 mazhab qoldi. Uni ham lozim darajada tushunadigan kishilar ham sanoqligina qoldi. Endi mujtahidlikni-ku qo'yaver deb aytgan edi. Biror yurtda biror mazhab tarqalgan bo'lsa, o'sha yurt aholisi shu mazhabga ergashishi, unga ko'ra amal qilishi vojib bo'ladi. Bu musulmonlar birdamligiga, hamjihatligiga olib keladi. Zero vojibga eltuvchi amal ham vojib bo'ladi.